Annyeonghaseyo 여러분, assalomu alaykum. Bugun 6-darsimiz va biz bugundan boshlab grammatika va yangi so'zlarni o'rganishni boshlaymiz. Koreys tilining grammatikasi o'zbek tiliga juda ham o'xshash bo'lgani uchun boshqa tillarga qaraganda o'rganishingiz ancha oson bo'ladi. Bugungi o'rganadigan grammatikamiz ot plus imnida. Nega buni imnida deb o'qiyapman? Chunki P yoki B harfidan keyin N kelsa, bu M deb talaffuz qilinadi. Bu grammatikaning o'zbek tilidagi varianti ot plus dir qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Mana bu Y harfi, buni sizlar yaxshi bilasizlar. Bu yemun, ya'ni misol, masalan degan so'zning qisqartma shakli. Endi so'zlarimizni ko'rib chiqamiz. Tek imnida. Tek imnida. Tek bu lug'atda bor edi, kitob degani. Imnida esa dir qo'shimchasi. Kitobdir. Tek imnida. Kitobdir bo'ladi. Biz o'zbek tilida hamma so'zlarga dir qo'shib gapirmaymiz, faqat darslarda yoki boshqa narsalarda yozganimizda dir deb gapirishimiz mumkin, lekin odatiy holda dir qo'shmaymiz, shunchaki kitob, daftar yoki qalam deb gapiramiz. Lekin koreys tilida gapirganimizda albatta imnida, ya'ni dir qo'shimchasini qo'shib gapirishimiz shart. Koreys tilida dir qo'shimchasi har doim otning oxiriga qo'shiladi. Masalan, hakyo imnida. Hakyo imnida. Hakyo maktab imnidadir. Maktabdir. Hakyo imnida. Yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Igot bu shu narsa. Kgot u narsa. Mana bu u narsa. Chogot anavi narsa. U yoqdagi, nari yoqdagi o'sha narsa. Anavi narsa. Igot. Nega buni igos, kigos deb o'qimayapman? Chunki s yoki sh qo'shimchasi gapning oxirida va pachimda kelsa, bu t deb talaffuz qilinadi. Qaytaramiz. Igot, kigot, chogot. Endi misollarni ko'rib chiqamiz. Igosin, i bu degani kot narsa. K u kot narsa. Endi bularni misollarda ko'rib chiqamiz. Igosin yongpil imnida. Igosin yongpil imnida. Igos bu yongpil qalam, imnida dir. Igosin yongpil imnida. Mana bu in qo'shimchasiga hozir e'tibor bermay turasiz. Bu bosh kelishik qo'shimchasi. Bu kelishik o'zbek tilida ham, rus tilida ham va boshqa tillarda ham yo'q, faqat koreys tilida bor. Buni keyingi dars alohida mavzu qilib o'tamiz. Igosin yongpil imnida. Tezroq talaffuz qilsak, igosin yongpil imnida bo'ladi. Igosin kungtsek imnida. Igosin kungtsek imnida. Igos bu kungtsek daftar. Bu daftardir. Igosin kungtsek imnida. Kigos은 가방입니다. 그것 우 가방 숨가. 그것은 가방입니다. 우 숨가들. 저것은 램프입니다. 저것은 램프입니다. 저것 anavi lamp lampa imnida anavi lampadir. Yeni yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Yogi bu shu yer, shu joy degan ma'noni anglatadi. Boya narsalarga nisbatan ko'rib chiqdik, endi joylarga nisbatan o'rganamiz. Kogi u yer, u joy, o'sha joy degani. Chogi anavi yer, anavi joy degan ma'noda keladi. Misollarda ko'rib chiqamiz. Yogi는 시장입니다. 여기는 시장입니다. 여기는 시장입니다. 여기 bu yer, 시장 bozor. 여기는 시장입니다. Bu yer bozordir. 거기는 학교입니다. 거기는 학교입니다. 학교 maktab. U yer maktabdir. 저기는 집입니다. 저기는 집입니다. 집 uy degani. 저기는 집입니다. Anavi yer uydir.
거기는 백화점입니다. kecha lug'atimizda bor edi supermarket degani. 백화점. 거기는 백화점입니다. U yer supermarketdir. Endi yana yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Kecha. Poyezd. Kecha. Bossi. Avtobus. Bossi. Koreyslar agar s yoki sh harfi so'zning oxirida kelib, i harfi bilan tugasa, uni qattiq talaffuz qilishadi. Bossi. Avtobus. Chadongcha. Avtomobil. Chadongcha. Oxiri ch harfi bilan tugayapti. E'tibor berasiz. Chadongcha. Avtobus. Chadongcha. Avtomobil. Piyengi. Piyengi. Samolyot. P. Kema. Biz siz bilan lug'atda P nok deb o'tgandik. Buning ikki xil ma'nosi bor. Bitta biri nok, biri kema. Bu so'zning mazmuniga qarab o'zgaradi. Chiachol. Metro. Chiachol. Helikopter. Helikopter. Vertolyot. Bu so'z ingliz tilidan kirib kelgan. Helikopter so'zidan. Bu koreys tilida, ingliz tilidan, chet tillardan kirib kelgan gaplar ko'p. Yana darslarimiz davomida bunaqangi so'zlar bilan hali duch kelasiz. Helikopter, vertolyot. Qaytaramiz. Kecha, bossi, chadongcha, piyengi, P, chiachol, helikopter. Bugungi darsimiz mana shu yergacha edi. Bugungi mavzuni ham yaxshilab o'rganib oling, chunki bu ham juda keng qo'llaniladigan grammatika hisoblanadi. Biz hozir hurmat shaklidagi grammatikani o'tdik. Koreyslar juda ham hurmattalab, izzattalab xalq bo'lishadi. Ularda odamiga qarab, ularga gapirayotganingizda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Odamiga qarab, agar o'zingizdan yoshi katta, lavozimi katta ota-onangiz yoki ustozlaringizga boshqacha muomala qilinadi. O'zingizdan o'zingizdan kichkinalarga umuman boshqacha so'zlar ishlatiladi. Bu imnida qo'shimchasi o'zidan lavozimi, yoshi katta odamlarga nisbatan ishlatiladi. Keyingi darslarimizda yana boshqacha ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz. Hammaga xayr, kamsahamnida.